Qarshi Toshkent yo'nalishini juda ham ko'p kishi bilsa kerak. Mana bu yerda Qarshi Toshkent yo'nalishini yo'lning ustida Parg'uza metan zapravka bor. Parg'uza metan zapravkadan ozgina kirganingizda mana shu kattakon hovlidek qurilgan uyimiz. Ya'ni buni uy sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. Bu yerda joylari ham bor ekan. Mana shu joyimiz sotuvga chiqyapti. Endi ichkarilarini to'liqligicha ko'rsata olmaymiz-ku, lekin ichkarilarini ozgina tushuncha berib ko'rsataman. To'liq pishgan g'ishtdan qurilgan, to'liqligicha. Bu yerda bemalol uy sifatida foydalansangiz bo'ladi. Hozir uy sifatida, ya'ni odamlar yashab turibdi. Ko'rishlaring mumkin. Bu darvozaxonamiz bo'ladi. To'g'rida skalatlar bor. Hozir skalat sifatida ishlab chiqarish qilib ishlatib turgan ekan. Bu yerda bitta xonamiz bor, bu tarafda 7 metrga 5 metr, bu tarafda 6 metrga 5 metr, bu tarafda ham 8 metrga 5 metr bo'lgan xonalarimiz bor. Bu yoqda bokslar bor, hamma narsasi yaxshi holatda. Bu tarafda ofis, ya'ni sotib ofis sifatida foydalanib turibdi. Bu tarafda yotoqxonamiz, mana ko'rsatishim mumkin. Yotoqxonamiz hamma narsasini yaxshi qilib qo'yibdi va bu tarafda ishchilarni yotoqxonasi kattakon xona qilib qo'yibdi. Gaz, suv, svetda muammo yo'q. Yo'lning ustidan hamma sharoitlari bor uyimizni sotuvga qo'yapmiz. Egalarini pastda nomerini qoldiraman. Egalariga bemalol aloqaga chiqib, narxini bemalol gaplashib olsangiz bo'ladigan joyda.